Foydali lifehack batareyasini tekshirish uchun zaryadi qancha ketishini push bilan R knopkani bosasizlar. Shunaqa akoshka chiqadi. Ingliz tiliga o'tkazib turib CMD ya'ni commandni qisqartmasini bosasizlar. Shunaqa akoshka ochiladi. Bu yoqqa yozamiz. Power KFG bitta probel keyin bunaqa bitta chiziqcha mana yozamiz. Battery report. Bu почти любой notebookda ishlaydi. Bemalol batareyalarni ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Aldamaydi programma. Xudo xolasa mana HP ProBook seriyamizda ko'ryapmiz. Xo'p, kodni terib Enter bosganinglardan keyin shunaqa chiqadi mana. C-disk user battery report degan faylni ochamiz endi. My computer. My computerga kiramiz. Voy. Mana xo'p. C-diskda bosamiz, users degan papka, keyin uni ichida yana user degan papka, keyin mana bitta fayl. Shuni ochamiz. Ochsak ko'rsatib beradi. Bu notebookimizni batareyasi cycle count deyapti. Bu sikl necha marta batareyani zaryadga qo'yganingizlar? 123 marta qo'yilgan ekan. To'liq yomkist 53015. Tagida 39848 qolgan. Buni sizlarga foizlarda chiqarishda ham bir qator ko'rsatib o'rgatib qo'yaman. Kalkulyatorga kiriladi. Mana kalkulyatorda oldik. Yozamiz 53015 53015 yo'q, birinchi pastidagini yozamiz ekan. 39848 bo'lamiz 53015. 75% yomkisi qolibdi bu notebookimizda. Batareyasi 75% yomkisi. 123 siklda. Bu zaryadkadan ko'p chiqarmasdan ko'p ishlatganda dalolatini beradi. Shunaqa. Va qolganini endi o'zingizlar keyin-sekin tushunib olsanglar bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, do'stingizga ulashib qo'ying va bizning kanalga obuna bo'lsanglar, shunaqa qiziqarli videolarni xudo xolasa chiqarib turamiz.